Sergeli tumanining Habibiy mahallasi ham to'liq zamonaviy ko'rinishga keltirildi. Ko'p qavatli uylarimizning fasadlari to'liq ta'mirlanib, Habibiy mahallasida oqib o'tadigan kanalni 800 metr qismi aholi uchun ikki qirg'og'i to'liq sohil bo'yiga aylantirilib, dam olish maskaniga aylantirilgan. Shuningdek, 2700 metrda piyodalar yo'lakchasi barpo etildi. 7000 kvadrat metrdan ziyod qismlari esa to'liq asfaltlandi. Ushbu zamonaviy mahallalarimizning barchasida 50 dan ziyod zamonaviy yoritish chiroqlari o'rnatilgan, kuzatuv kameralari o'rnatildi, xavfsiz so'z tugmalari o'rnatilgan. Barcha ushbu holatni vaziyatlar markazlari orqali doim 24/7 rejimida kuzatib boriladi. 22 ta xonadon bo'lsa, hamma to'kis tashkilot liftlari yangilanib bo'ldi. Xalq minnatdor. Rosa ham yaxshi, sharoitlari zo'r. Hammasiga ming rahmat. Hamma yoq asfaltlanib, hamma yoq chiroyli bo'lib, tekis bo'lib, bolalar rohatlanib o'ynab, kulib yurishadi. Samolyotlarda uchadi bolalarimiz. Hamma sharoit borda. Bizning mahallada o'zgarishlar, Sergeli tumanida o'zgarishlar uncha bo'lmagan edi. Hozirgi kunlarda juda o'zgarishlar katta. Kanal o'tardi, kanalni ham restavratsiya qilib, juda chiroyli qilyapti. Reshotkalar qo'yib, yo'laklar qilib, ko'priklar mana qo'yishyapti yangidan. Mahallamizda qariyalar bilan birga muloqotda bo'lamiz. Ko'pchilik xursand.